Shu kungacha har xil narsalar qurdim. Xullas bu ikkinchi epizod. Qani go. Xullas akalar bizda bitta muammo bor. Va bizani skinimiz yo'q. Mayli hammasiga tupuraveramiz. Xullas bu ikkinchi epizod. Menga ham ancha bo'ldi va Minecraftdan juda ham zerikib ketganman va Darknetdan bir Minecraftni boshqacharoq versiyasini tortib oldim. Albatta bu meni qiziqishlarim tufayli va Minecraftda tortganimda shunday abo'yda o'zgardi. 10 tomondagi va uning opisaniyasi ham bor edi. Hozir o'qib beraman. U yerda shunday deb yozilgan edi: agar o'lishni xohlasang, bu yoqqa kir. O'yinga kirib oldim. Ekran shunaqa qizarib turardi va ekran o'z-o'zidan o'chib yonishni boshladi va ekranda yozuvlar, sen o'lasan degan yozuvlar bor edi va o'yinga yana qaytib kirdim. Va o'yinga kirishim bilan yangi mirsa zad qilishga harakat qildim. Va kiribla u yerda qanaqadir xitoycha yozuvlar va ekran shunday bo'lib yonib o'chaverardi edi. Va uni ma'nosi sen o'lasan degani ekan. Albatta bu kartaga kirib ko'rdim va u yerda siz kutmagan hodisalar yuz berdi. Albatta bu juda ham qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Albatta meni o'lishim sizlarga qiziq emas. Shuning uchun men kirdim va ekran nimagadir yam-yashil va lava, suv o'rniga lavalar bor edi. Va men taxtalardan o'zim craft qilishni boshladim va bu yerni ancha obod qilishni boshladim. Mana uyimni ham qurib oldim va hech qanday o'zgarishni ko'rayotganim yo'q. Menimcha uxlasam ham bo'ladi. Ertaga qishloqlarni toparmiz balkim va shunday qilib uxlab qolganimdan so'ng pastda qandaydir ovoz eshitildi. Jin ursin. Pastda qandaydir ovoz eshitildi. Menimcha kimdir yuribdi pastda. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Bu yoqqa hech kim kirish mumkin emasdi. Balkim zombilardir. Hozir pastga tushib ko'ramiz. Juda ham qorong'uligi uchun fonar olib olaman albatta. Qani, menimcha bu yoqqa hech kim kirmagan yoki yo'q, aynagim sinibdi. Nima? Aynagim? Kim sindir? Yo'q, balkim bu yoqqa kimdir sindirib kirgandir, lekin anig'ini bilmadim, lekin hozircha ko'chalarni bir aylanib kelishim kerak, chunki u joydan kimdir kirgan bo'lishi mumkin meni o'ltirish uchun albatta. Hozir kirib ko'raman albatta. Menga nima bu yer lava edi, hozircha suv bo'lib qopti oddiy. Mayli va bu yerdan kimdir kirganga ham o'xshaydi, lekin anig'ini bilmayman. Agar nima kim u? Hozir mana shu yerda turadi. Kim edi? Oppoq sharpaga o'xshagan. Balkim o'sha meni o'ltirish uchun kelgandir yoki qandaydir nima pastda yo'l bormikin? Oy.